G'azoda odamlar haqiqatan ham chodirlarga ehtiyojlari juda kattadir. Allohga qasamki, yomg'ir yog'ar ekan, uxlasak ham, uyg'onsak ham ko'rpa to'shaklarimiz juda ham sovib ketadi. Farzandlarining badallari sovuqdan titraydi. Bugun Imom Buxoriy vaqfidagi birodarlarimiz ushbu chodirni o'rnatib berishdi. Shu o'rinda Abu Abdurrahmon akamizga ham cheksiz tashakkur aytaman. Alloh ulardan rozi bo'lsin. Barchalaringizga Alloh baraka bersin. كشوق الليالي لضوء القمر كعشق اليبابي لقطر المطر نجيء وفي راحتينا الضياء. Bismillahirrohmanirrohim. Isroil ushbu urush davomida G'azo sektoridagi hayotni og'irlashtirishga urindi. Odamlarni ovqatidan, suvdan, boshpanasidan mahrum qildi. Ular G'azo ahlini ko'chirish muvaffaqiyatli bo'ladi deb o'ylashdi, ammo bu muvaffaqiyatsizlikka uchradi. G'azo ahli yo'l chetida, yaroqsiz va yirtilgan chodirlarda yashashga majbur bo'lmoqdalar. Biz muborak kunda, ya'ni 2025-yil 22-dekabr haftaning dushanba kuni sovuq va yomg'irlardan aslo himoya qila olmaydigan eski chodirlarda yashab kelgan muborak bir oila uchun yangi chodir o'rnatib berdik. Bu xayrli ish ham Allohning izni bilan Imom Buxoriy vaqfi yordamida va Abu Abdurrahmon akamizning G'azo ahliga qilgan ihsonlari bilan amalga oshirildi. Allohdan so'raymizki, ularning ihsonlarini qabul qilsin, ularga buyuk ajrlarni bersin, mol-mulklariga va farzandlariga baraka ato etsin va barcha ihson qiluvchilardan Alloh rozi bo'lsin. نسابق نرقى وللغير نسعى ونرسم للكون أحلى الصور فأنا تطيب لنا بالحياة وفي